Bular nimalar? Eslab qoladigan joylar. Birinchisi umumiy qoidalar, ya'ni o'zgarmas nazariy qoidalar. Bitta mikrosporasit. Bitta mikrosporasit nimaga teng desa, bitta mikrosporasit 4 ta mikrosporaga. Demak, bitta mikrosporasit 4 ta mikrosporaga teng. Yo bo'lmasam, bitta mikrosporasit teng 8 ta spermiga. Yo bo'lmasam, bitta, ya'ni mikrosporasit ketaveradi shunday. Endi pastga tushib boramiz. Bitta mikrosporasit teng 4 ta urug'ga. Ya'ni o'simliklarda urug' 4 ta urug'ga teng bo'ladi. Demak, bular umumiy o'zgarmaydigan qoidalar hisoblanadi. Endi bu yerda yana bitta narsaga e'tibor berish kerak. Nimaga? Ya'ni mana bu mikrosporalar o'zidan o'tib turgan mitozga e'tibor berish kerak. Bular nimalar? Nimalarga e'tibor berish kerak deganda, xo'p, mana bu yerdagi meyoz jarayonlar. Misol uchun aytaylik, misol uchun no'xat o'simligida mikrosporasitida nechta xromosoma bor desa, demak mikrosporosit qanday to'plamli? 2n to'plamli. Demak, no'xatni 2nini, ya'ni somatik hujayrasi 2nida 14 ta bo'lsa, mikrosporasitida ham 14 ta bo'ladi. Demak, mikrosporosit meyoz bo'linishini o'tkazyaptimi? Meyoz bo'linishdagi qaysi fazani beradigan bo'lsa, o'shunga proporsional ravishda shu xromosomalarni olishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun aytsin, anafaza 2 desin. Anafaza 2 da yana 2n, 2s bo'laveradi. Misol uchun aytsin, telofaza 1 desin. Telofaza 1 da nima bo'ladi desa, telofaza 1 da n, 2s bo'ladi. Demak, bunda xromosoma 14 ta, bunda ham xromosoma 14 ta bo'ladi. Demak, shunga qarab mikrosporosit meyoz bo'linishining qaysi fazasini aytilgan bo'lsa, meyoz bo'linishining meyoz 1 reduksion bo'ladimi, ekvatsion bo'ladimi, shu xromosomalar soniga qarab, ya'ni formulaga qarab topib ketilaveradi. Yana bir tomoni, o'quvchini ongida nima qolgan desa, mitoz bo'linishining fazalaridagi nisbatlar qolgan. Mitoz bo'linishining aytaylik profazasida, metafazasida, anafazasida и telefazasida. Biz bilamiz 2n 4s bo'ladi. 4n 4s bo'ladi. Telefazada esa 2n 2s bo'ladi. Demak, odatiy holatda shunday bo'ladi. Ana endi xuddi shu no'xat o'simligining mana bu yerda mikrosporasi bo'linishni o'tkazyapti, ya'ni mitoz bo'linishni. Demak, mana bu somatik hujayra edi. Somatik. Endi bu mikrospora o'zidan mitozni o'tkazyapti. Xo'p, endi nima bo'ladi desa, xuddi shunday ketamiz yo ketmaydi-da. Chunki bu boshlanishi n s dan boshlanyapti. Mana bu somatik hujayra 2n 2s dan boshlangan. Shuning uchun mikrospora bo'linishda n s dan boshlangani uchun profaza mitoz bo'linishni aytdi. No'xat o'simligini mikrosporasini mitoz bo'linishining profaza davrida xromosomalar nechta bo'ladi desa, 2n 4s bo'lib 14 ta bo'ladi degani emas. Chunki u yerda n 2s bo'ladi. Demak, xromosomalar soni nechta bo'lar ekan? 7 ta bo'ladi.
Misol uchun bunda qanaqa bo'ladi desa, bunda ham N2S bo'ladi. Anafazada qanaqa bo'ladi desa, 4N4S emas, balki 2N2S bo'ladi. Qachon 4N4S bo'ladi desa, qachonki o'sha bo'lingan mitoz usulida bo'linayotgan hujayra agar diploid to'plamli bo'lsagina keyin bu yerda 4N4S bo'ladi. Buni hech kim kafolatlamagan-ku, diploid to'plamda bo'lishini. Bo'lishi mumkin tetraploid, bo'lishi mumkin triploid, geksaploid bo'lishi mumkin, oktaploid bo'lishi mumkin. Demak, oktaploid to'plamli bo'ladimi, geksaploid to'plamli bo'ladimi? Nima bo'lganda ham bu xromosomalar nabori shunga proporsional ravishda o'zgarib ketaveradi. Va oxirida, telofazdan oxirida 2N2S emas, balki S hujayralar hosil qiladi. Chunki NS dan boshlanib NS da tugashi kerak-da. Bu ham 2N2S dan boshlanib 2N2S da tugashi kerak. Aytsin, no'xat o'simligining mikrosporasi mitoz bo'linishining telofaza davrida xromosoma DNKlar soni nechta desa 7 ga 7 bo'ladi. Demak, shunisiga e'tibor berish kerak. Demak, mikrosporosit bo'linish natijasida spermiy hosil bo'ldi. Ya'ni hammasidan emas, bitta mikrosporadan. Hammasidan jami bo'lib 8 ta spermiy hosil bo'ladi. Xo'p. Endi davom etamiz. Qaysinga desa, endi o'simlikning tugunchasi ichida bo'ladigan bo'linish, ya'ni tuxum hujayra va markaziy hujayraning hosil bo'lishini gaplashamiz. Demak, bunda ham birlamchi jinsiy hujayra ishtirok etadi. Uning nomi megasporosit. Megasporosit. Bu megasporosit ham birlamchi jinsiy hujayra hisoblanib, to'plami 2N to'plamda. 2N to'plam. Ya'ni megasporosit, mikrosporosit nomi ham mega. Mega degani ozgina kattaroq degani. Demak, mikro degani kichikroq. Demak, kattaroq hujayra hisoblanadi bu. Endi bu ham o'zidan o'tkazadi qaysi bo'linishni? Meyoz bo'linishni. Endi qaytamiz orqaga bitta. Bunda ham meyoz bo'ldi. Bunda ham meyoz bo'ldi. Endi mana bundagi meyozda nima farqi bor desa, buni meyozda hosil bo'lgan hujayralar hammasi bir xil bo'ldi. Demak, meyoz qanday kechdi desa, tekis. Yo o'zimiz nom qo'yganmiz. Buni nima qanaqa kechdi bu desa, xo'p, mana yashilda yozaylik. Adolatli meyoz bo'ldi. Sabab 4 ta hujayra teng ozuqa teng taqsimlandi. Ya'ni adolat bilan taqsimlandi. Endi bundachi, bunda qanaqa hujayralar hosil bo'ladi desa, bunda hosil bo'ladi bitta hujayra yirik, qolgan hujayralar esa deylik, qolgan hujayralar mayda. Demak, hosil bo'lgan hujayralarda meyoz qanday kechdi endi? Adolatsiz kechdi, ya'ni notekis. Adolatsiz kechib notekis kechdi. Va 4 ta hujayra hosil qildi baribir. Bu 4 ta hujayraning nomi endi megaspora bo'ladi. Megaspora. Bu megasporalarda ozuqa teng taqsimlanmaganligi uchun mana bu 3 ta hujayra bog'lab qo'yaylik bir-biri bilan. Mana bu 3 ta hujayra keyinchalik nobud bo'ladi. Demak, 3 ta hujayra nobud bo'lib hayotini tugatadi. Endi bizda bitta yirik hujayra qoldi. Yirik hujayra. Endi bu yirik hujayra o'zidan bo'linishlarni o'tkazadi. Bu bo'linish qanday amalga oshadi?